3 kun ichida 350 ming prosmot va eng ko'p yozilayotgan kommentariy mochi retseptini ko'rsating. Yangi retseptlar qo'ysam biz mochini kutyapmiz degan qizlar diqqatiga mana sizlar uchun o'sha retsept. O'sha yumshoqqina yapon desertini tayyorlash uchun bizga 100 gram guruch uni, 30 gram kukuruznik kraxmal, 40 gram shakar va 180 gram sut kerak bo'ladi. Barcha mahsulotlarni venchik yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz va istagan rangimizni qo'shib, sitodan xamirni suzib olamiz. Xamirni ustiga strech lenta tortamiz, pichoq yoki cho'p yordamida teshikchalar hosil qilib, 20-25 daqiqaga mikrovolnovkaga yuboramiz. Pishgan xamirga yumshoqqina 15 gram sariyog' qo'shib, perchatka kiyib olamiz va sovigan xamirni yaxshilab ishlov berib, cho'zib olamiz. Krem uchun bizga tvorojniy sir, saxarnaya pudra va qaymoq kerak bo'ladi. Hammasini mikserlab, qattiqqina krem qilib olamiz. Krem tayyor, endi mochini ham to'ksa bo'ladi. Sovigan xamirni yong'oqdan sal kattaroq zuvalachalarga bo'lib, zuvalachalarni kraxmal sepib yoyib olamiz. Beliga qo'yib, o'rtasiga qulupnoy va yana krem bilan yopib, zuvalachani tugib, ortiqcha xamirni kesib tashlaymiz. Mochilarimiz tayyor. Shu uslubda siz xohlagan rangda, xohlagan nachinka bilan mochilar tayyorlashingiz mumkin. Meni mochilarim esa eng mazali qulupnoylisi edi.